Hoy Qorinvoy, xo'jayinga men kelganimni ayt. Ozgina hurmat qilishni bilib ol. Qanaqa Qorinvoy? Sen uchun janob oshqozonman. Nima desangiz shu, janob Qorinvoy? Hoy xo'jayin, men bu shakar siz bilan gaplashmoqchi ekan. Qo'yib yuboraymi? Aha, kirsin. Ishonchingiz komilmi? Bugunni o'zidan anchaginasi keldi-yu. Sani ishing bo'lmasin, u bilan o'zim gaplashaman. Xo'p, bo's, siz bo's. Hoy ichkichak, yana bitta shakar keldi. Lekin ehtiyot bo'l, bunisini ko'zi bejo. Ha, ko'rib turibman aka. Ey, noming ichkichak bo'lsa ham ko'rinishing semiz ekan. Ha. Semizlik haqida sen gapirmasang bo'lardi. Qo'llaringni ko'tar, ana bu qora nuqtaga qarab tur. Aha. Xo'p, xo'jayin, shakar yo'lga chiqdi. Ey, salom. Va nihoyat. Kelaver. Ishimizni davom ettiramiz. Ko'p vaqtimiz yo'q. Qani, biz buni intiqlik bilan kutganmiz. Ko'proq po'sloqnimi yoki peshona bo'laginimi, xo'jayin? Peshonani ko'proq. Yaxshi, tayyormisiz, xo'jayin? Boshlaymiz. Baxtlimisan ay, hayot yo'llaring men bilan bog'laganingga. Baxtlimisan ay, afsuslanmaysanmi meni tanlaganingga. Obbo, vaqtimiz tugadi. Bo'ldi, yetadi. Endi kel. Men shuni davom ettirishim kerak. Nima, agar men sizga kerak bo'lmasam, xo'jayin, endi qayerga boraman? Bilmadim. Masalan, jigarga bor. Nima? Yana shakarmi? Ayringni bergur. O'zi semirib yotibdi demaydi ham. Hoy oshqozon osti bezi, insulinni chiqaring endi do'stim. Shuningsiz ham juda ko'p chiqaryapman, lekin meni eshitishni xohlamayapti. Ularda qandaydir rezistentlik bor. Ha, juda yaxshi. Biz bo'lsa kun bo'yi kompyuterda o'tiramiz. Qimirlamay, shundaymi? Mayli. Unda sen zahiraga jo'na. Ana bo'lmasam. Endi qayerdaman? Qorindagi yoqatlamga xush kelibsiz do'stim. Kelavering. Bu yerda bizni bo'lishimizni hech kim xohlamaydi, lekin hech kim ham chiqarib tashlay olmaydi.